Jaholat demek ilim ma'rifatdan mahrum qolgan holatlar, nodonlik va qaloqlikni ko'rsatadi. Jahil deganimiz bo'lsa, bir narsaning haqiqatini bilmaydigan kishini ko'rsatadi. Jaholat musulmonlarga emas, butkul insoniyat yoqtirmaydigan, har qitim tilga ilinganda panoh tilinib, yomon ko'riladigan bir odatdir. Undaq bo'lsa, jaholat degan nima? Biz musulmonlar jumladan Sharqiy Turkiston musulmonlari bu jaholat asoratining ziyonkashligiga qanday uchirdik? Jaholat demak ilm ma'rifatdan mahrum qolgan holatlar, nodonlik va qaloqlikni ko'rsatadi. Jahil deganimiz bo'lsa, bir narsaning haqiqatini bilmaydigan kishini ko'rsatadi. Xuddi payg'ambar alayhisalom islomni elib kelishdan burungi arablarning ashu davri jahiliyat davri deb atalgandek, chunki ular ashu vaqtlarda o'zlari tosh yog'ochlarini yasab olgan shu butlarining hech narsaga arzimas bir narsa ekanligini bilolmaganidek, kishilarning haqiqatini, to'g'ri tarafini o'ylay olmaslik, haqiqatni tepishga urinmaslik jaholat bo'ladi. Qur'on Karimda eng zikr ko'p qilinadigan qavm bo'lsa, Musa alayhisalomning qavmi bo'lib, Fir'avnning ularga nihoyatda qattiq zulm qilganligini uchirtimiz. Zolimlar bir qavmga qattiq qulluqni va ashaddiy zulmlarni eng yuqori chekda qilish uchun ana shu qavmni jahil qoldirish bilan o'zining maqsadlariga yetib keldi. Xuddi Qur'on Karimda Alloh taolo Musa alayhisalomning qavmi haqida mundaq deganidek: "Fastakhaffa qawmahu fa'ata'u." Fir'avn qavmini go'llaganlikdan qavmi uningga itoat qildi. Bir inson o'ziga o'xshaydigan bir kishining kelib "Men sizlarning eng ulug' xudoyinglar" desa, uni qabul qilishi uchun aqli nihoyat tuvan, to'mpay, ahmoq bo'lish kerak bo'ladi. Fir'avn ham buni yaxshi bayqab qolgan bo'lib, qavmini har xil nayranglar, so'zlar bilan go'llab o'ziga itoat qildirib kelgan. Qizil Kommunistlarning birligi bo'lgan Sovetlar birligi O'rta Osiyo bostirib kirganda ham tajovuzchi zolim Xitoy Sharqiy Turkistonga kirganida Fir'avnning bu taktikasini qo'llanib kelgan bo'lib, kishilarni jahil qoldirish, ularning asli ahmoq bir qavm ekanligini ularga tan oldirish orqali ularga xohlagancha zulm qilish, qirg'in qilishdan iborat ashaddiy jinoyatlarni kunimizga qadar ishlab kelmoqda. Xitoylar hargizmi o'zini biz Junxo millati, naqshi usulga yeris, uyunxumar millat demasdan Junxo millati 5000 yillik tarixga ega, tarixni yozg'uchi, saltanatli bir qavmda boshqalarga tunib kelgan. Ammo azaldan islom dinida ching turib, axloq fazilatni mezon qilib, qanchiligan xoqonlikdan iborat davlatlarni qurgan Uyg'ur millatiga bo'lsa, sizlar naqshi usulchi, nag'ma navochi millat degan arzimas chupranda bir nomni chaplash bilan bu tuproqning haqiqiy egalari bo'lgan Uyg'ur musulmonlarining faqat o'yin tomosha qilib, nag'm navo bilan shug'ullanadigan ahmoq bir qavm ekanligini so'zlash orqali bu millat xalqining ishonchini, g'ayratini sundirib, o'z kimligini unutildirib keldi. Nurg'ulgan ahli ilm ulamolarimizni, g'ayratlik o'tkir fikrlik mutafakkur olimlarimizni izdiraksiz yo'q qilib o'tgan zolimlar bugun bu oqmas nomni bu millatga texmi yaxshi o'zlashtirish va tinish uchun millionlab iqtisodni sarf qilmoqda. Bu millatning sog'lom bir fikr qabul qilgan manbalarning hammani aytib o'tib, uning o'rniga Uyg'urlar faqat san'at xumar, o'yinchi, nag'ma navodan boshqani bilmaydigan osonliq bir millat degan texmi joriy qilish uchun turli tuman sahnalarni hozirlamoqda. Uch qilib aytganda, millatimizni saviyasizlashtirish va ahmoqlashtirish uchun dushman qo'lidan kelgan har ishni qilmoqda. Biz yuqorida jaholatning aniqlamasini berganda va Uyg'ur millatiga elib kelgan ig'ir kulpitini bugungi kunimizda ham davom qilayotgan falokatni so'zlab o'tdik. Har bir kasalning davosi bo'lganidek, jahillikning doğrusu bor albatta. Undaqda biz bu illatdan qutulishning choralarini Qur'on va sunnatga va islom ulamolarining tavsiyalariga quloq solib boqaylik. Ilm elishning, ahli ilmning muhimligini yaxshi tunib yetish va uningga ahamiyat berish. Alloh taolo mundaq deydi: "Hal yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun." Biladigan kishilar bilan bilmaydigan kishilar barobar bo'lamdi. Albatta buning javobini har qanday odam biladigan kishi bilan bilmaydigan kishi barobar bo'lmaydi deb javoblaydi. Chunki dunyoning aylanish qonuniyati ham shu qoida ustiga bino qilingandir. Bir millat bilimga qancha ko'ngil bo'lgan sari o'zining o'rnini yuqori ko'tara oladi. Ilm olgandan keyin maqsadni to'g'ri qilish va to'g'ri uslub bilan o'rganish. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun" degan. Sizlar agar bilmasanglar ilm ahlidan so'ranglar degan. Chunki insonning tabiati bir narsalarni so'rash va tafakkur qilish, ondan bayqashdan iborat qonuniyat ustida yaratilgandir. Shuningdek, har qanday ilmni o'rganguchi kishi ilmni kimdan, nima maqsadda o'rganganligini yaxshi bilish kerak. Insoniyat dunyosidagi kunimizga qadar ijod qilingan qurollar ichida eng kuchli hisoblanadigan atom bombasidir. Bu qurolni tunji bo'lib Einstein ijod qilgan bo'lsa, tunji bo'lib insonlar ustida sinov qiluvchi davlat Amerika bo'lib 1945-yili 6-avgust kunidagi Yaponiyaning Hiroshima shahriga atgan atom bombasida eng oz deganda 140 ming kishining o'lishini keltirib chiqargan bo'lsa, 9-avgust kuni
Nagasaki shahriga etilgan atom bombasining ta'sirida eng az bo'lganda 70 ming kishining o'lganligi xotirlanmoqda. Xo'sh, undaqda ushbu jon olg'uchi vahshiy qurol Alloh va oxiratga ishongan va bir insonni nahaq o'ltirish butun insoniyatni o'ltirganga barobar deb e'tiqod qiladigan bir musulmonning qo'lida yozib chiqilgan bo'lsa, natija qanday bo'ladi? Shunga har qanday ilm olg'uchi bo'libmi Sharqiy Turkistonlik bir Uyg'ur musulmon o'zi o'rganmoqchi bo'lgan shu ilm orqali eng avval islom dinimizga va vatan millatimizga qanday manfaat olib kelalayman deganni maqsad qilish kerak. Yaxshi taqvodor va ilmli kishilar bilan suhbatdosh bo'lish. Uyg'ur xalq maqol tamsillari ichida qozon quyuluqsan qarisi, yomon quyuluqsan yarisi deydigan bir maqol tamsil bor. Xuddi bu tamsil Imom G'azzali rahimahullohning ushbu nasihatiga o'xshaydi. Imom G'azzali rahimahulloh o'zining mashhur asri bo'lgan Mukashifatul Qulub nomli kitobida mundaq deydi. Insonlar 3 turlik bo'ladi. Birinchisi taomga o'xshaydi. Kishilar ulardan behojat bo'la olmaydi. Bu turli kishilarning misoli bir jamiyatga ilm ahli, olim kishilar bo'lib, har qanday bir to'plum bu kishilardan ayrilolmaydi olmaydi. Sen shunga bu turli kishilarni lozim tutgan. Ikkinchisi doriga o'xshaydi. Kishilar uningga ba'zi vaqtda ehtiyoji tushib, ba'zi vaqtda behojat bo'ladi. Xuddi og'rib qolmagan sog'lom bir kishi dori ichsa og'rib qolganidek, bu turli kishilardan munosib bir vaqtdan boshqa vaqtda sana ancha xayr yetmasligi mumkin. Uchinchisi zaharga o'xshaydi. Shunashqa bunday kishilardan yiroq turish kerak. Balki bu turli kishi manfaatga va ulfatdosh qilishga yaramaydi. Shunashqa bunday kishilardan yiroq turish kerak. Yillar ilgari atoqli shoir Abduxoliq Uyg'urning tuvandagi she'rida millatimizni iskanjiga ilib olgan jaholatni bugun ham o'xshash, hatto tiximi betar holatda mavjud deyilishimiz mumkin. Va ana shu jaholatning johilligining jafosini bugungacha tortib kelyapmiz. Jaholat samarasidan bizga bir kun ko'p jafo bordir. Aytingizchi bugungi holimizning qaysi birida safa bordir? Zamonning holidan voqif bo'lib turmakning o'rniga birini shangyo saylab arqadan davoyimiz bordir. Ilmning ijtihodiga ko'ngilni qo'ymadik bizlar. O'qurmiz, o'qitarmiz deb seg'iz chaynashimiz bordir. Oxirida Alloh taoladan barchamizdan qilgan ibodatlarni qabul qilishini, bizlarni johillikdan iborat bu la'nati kasallikdan yiroq qilishini so'raymiz.